Bugungi videomiz YouTube darsligi bo'ladi. Hozirgi darslik sizlarga o'rgatadigan narsamni TikTokerlar yaxshi biladi, juda ham yaxshi biladi. Hozir mana bu yerda chiqadi. Adashmasam menimcha iPhone'larda ham bunaqa SMS tarzida hozir ko'pchilik video taxlayapti. Masalan, meni ham TikTokimda, Instagramda shunaqa video bor. Ko'pchilik so'rashyapti, buni qanday tayyorlanadi va nimada tayyorlanadi? Shuni men sizlarga hozir shuni o'rgatib o'tmoqchiman. Videomizni oxirigacha ko'ring. Like bosing va obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyada o'z izohlaringiz va qanday video chiqishini aytib o'tsangiz, men shunga qarab video chiqaraman. Bir narsa aytib o'tishim kerakki, ming bor uzr sizlardan. Ko'p ancha vaqtdan beri video chiqarmagandim, chunki o'zim ishlarim va ozgina muammolar bo'lgani uchun video chiqara olmadim. Hozir shu darslikni sizlarga o'rgataman. Sizlar mamnun bo'ladigan umiddaman bu videomiz. Qo'l keladi menimcha sizlarga, вообще dahshat video taqlasib bo'ladi. Xudo xohlasa o'rganib olasizlar videoni, faqat oxirigacha ko'ringlar. O'tkazib yuborsanglar videoni o'rganib olmay qolasizlar va ozgina kamchiliklar bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir men telefonimning ekranini sizlarga ko'rsatib, qanday taqlashni o'rgataman. Qani obuna bo'lishni, like bosishni unutmaymiz. Qani ketdik bo'lmasa. Videomizdan o'rganib oldi degan umiddaman. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Kanalimizga obuna bo'ling. Maksimal darajada like bosing, kommentariyada izohlaringizni qoldiring. Kanalimizni rivojlanishga o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddaman. Videolarni tarqatsangiz ham bo'ladi yoki do'stlaringizga o'rgatsangiz ham bo'ladi shu narsalarni. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Sizlar bilan gaplashib fursatlar bo'ldi. YouTube kanalida yana bir bor sizlarni ko'rib turgan bahoyatda xursandman. Meni kuzatishga davom ettiring. Bundan yangi videolarimiz chiqadi. Hammaga omad, hayot salomat bo'ling.